Ko'pchilik mana shu savol bilan murojaat qilyapsiz-da. Muzaffar, aliment to'layotgan shaxs deylik 15 sutka ma'muriy javobgarlikka tortildi yoki jinoiy javobgarlikka tortilib 1 yil, 2 yil, 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini oldi. Mana shu holatda qarzdorlik nima bo'ladi? Qarzdorlikdan qamalganligi uchun voz kechilinadimi yoki to'lab beradimi? Hurmatli vatandoshlar, bu yerda bitta narsani tushunish kerak. Aliment to'lovchi bo'ladimi, firibgar bo'ladimi, sizga qanaqadir moddiy zarar yetkazgan shaxs bo'ladimi va ushbu harakatlar natijasida jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortildimi, unisidan qat'iy nazar u albatta sizga yetkazilgan moddiy zararni qoplab beradi. U nima uchun qamaladi? U o'sha jinoyat kodeksida taqiqlab qo'yilgan harakat yoki harakatsizlikni qilish mumkin bo'lmagan harakatlarni yoki harakatsizlikni sodir qilganligi uchun o'zini harakati uchun javobgarlikka tortiladi. Zararda esa javobgarlikka tortilgandan keyin ham to'lab beraveradi. Zararni undirish fuqarolik tartibida bo'ladi. Shu narsani unutmaslik kerak. O'sha jinoyat sodir qilayotgan shaxslar ham yoki alimentchi deylik, alimenti bor bo'lgan shaxslar ham aliment bo'yicha javobgarlikka tortilganingizdan keyin ham baribir zararni qoplab berasizlar. Mana shu narsani yodda tutib, keyingi harakatlaringizni hisob kitobini olib amalga oshirishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.